Kursk viloyatiga Ukraina tomonidan uyushtirilgan hujumda o'zbekistonlik yigit vafot etdi. Yaqin vaqtda Rossiyaga kirib kelayotganlar kelishdan avval Gosusluga orqali kirib kelish maqsadini, nega kirib kelayotganligini belgilash kerak bo'ladi. 23-maydan MVDga rasmiy murojaat yo'llash uchun kishini shaxsiy tasdiqlangan akkaunti bo'lishi kerak. O'zbekistonda banklardan kredit olib qaytarmagan shaxs Rossiyada qo'lga olindi. Rossiyada qurishlarda ishlayotgan migrantlar soni 500 ming kishiga kamaydi. Rossiyaga noqonuniy kirmoqchi bo'lgan 29 nafar kishi qo'lga tushdi. Ikki shahardagi hujumda o'zbekistonlik yigit vafot etdi. Shahardagi mehmonxona Ukraina qurolli kuchlari hujumidan vayron bo'lgan. Mehmonxona vayronlari ostidan 39 yoshli O'zbekiston yigitning jasadi topilgan. Shu Ukraina bilan yaqin yerlarda, mana shu Kursk viloyatida yoki mana shu Ukraina bilan chegaradosh yerlarda hali ham shu jangovar harakatlar tugamayapti. Buni oqibatida mana shu Rossiyaga bo'lsin, Ukrainaga bo'lsin har xil dronlar uchirilyapti yoki mana shu harbiy texnikalar yuborilyapti. Shuning uchun juda ogoh bo'linglar. Bu yerda ishlamoqchi bo'lsangiz, ehtiyot bo'lganingiz yoki vaqtincha mana shu Rossiyani xavfsiz bo'lgan hududlarda ishlashni ko'zlab maqsad qilganingiz o'ylashimcha to'g'ri bo'ladi. 30-iyundan Rossiyaga kirib kelayotganlar Rossiyaga qachon va nima sababdan, nima uchun kirib kelayotganliklarini Gosusluga portali orqali yoki ID.ru platformasi orqali belgilashlari kerak. Bu kamida 3 kun oldin qachon va nega kelayotganini ko'rsatish uchun ariza tashlamoq degani. Rossiyaga kirish uchun taqiqga bo'lgan kishilarga QR kod yuborilmaydi, aksincha ularga rad javob beriladi. Va albatta Rossiyaga kirishga ruxsat bor kishilarga QR kod beriladi. Mana shu QR kodni chegarada ko'rsatib o'tib ketish kerak bo'ladi. Shu o'rinda bir muammo bor. Albatta Rossiyaga birinchi kelayotgan yoki Rossiyaga kirib chiqib ketgan chet el fuqarosi Gosuslugani qanday tiklash mumkin? Qanday Gosuslugada ro'yxatdan o'tish mumkin? Bu albatta muammoli. Gosusluga portalida tasdiqlangan akkaunt bo'lishi kerak bu uchun. Hali ko'ramiz, ID.ru platformasi ham to'liq ishga tushgani yo'q. ID.ru platformasini o'rganib, buni tekshirib ko'rishning imkoni yo'q. Hozirda Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, Rossiyada turib hozirdan Gosuslugani ochib qo'yishga harakat qiling. 30-iyundan keyin kirdi-chiqdi qilish maqsadida chegaraga chiqqani ham, Rossiyaga endi kirib kelayotgan ham mana shu avvaldan nima sababdan va kim oldiga kelayotganligini mana shu yuqorida aytganimdek ID.ru ilovasi orqali yoki Gosusluga portali orqali o'zi haqidagi ma'lumotni yuborishi shart. Bu haqda men sizlarga va'da beraman. To'liq ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilaman.